2006-yilda ishlab chiqarilgan Volga o'zimiz tilda aytganda 31 gaz 105 avtomashinasi. Avtomashina ancha tiniq holatda, narxiga nisbatan avtomashinaning balonlari yaxshi holatda, o'zini zakatska balonlarida yurish-turishda muammosi yo'q. Zemeze motorda deyildi. Salonlarni olib qo'yishingiz mumkin. Salonlari anchagina keng. Old oynalari knopkada elektronli avtomashinani 5 talik skorost, 5 talik korobkada yurishda muammosi yo'q. Orqa salonlari kengina bir divan qilib qo'yilgan. Orqa oynalari ham elektron ekan, yurish-turishda muammosi yo'q. Motor, korobka, hadovalarga javob berildi, eshiklar yopilishgan. Metan qo'yilgan 3 talik metan balon. Zapaska balonlari ham bor, balon kirish zamkalatlari bor deyildi, qo'shib beramiz deyildi. 544 nomerda General Davenski ham bitab deyildi. Motorlarni olib qo'yamiz. Zemeze motor, metan 3-pokoleniya qo'yilgan. Akkumulyatorlar yaxshi holatda, avtomashina antifrizda bo'lsa kerak. Bolni antifrizda yuradi. Yaxlab qolmaydi. Bittada yonadi, yonishi. Qishni kunida azob bermaydi unaqa. Narxini qancha deyapsiz? 3,5 deyapmiz, kelishdi. 3,5 ming aytilishi, yana kelishiladi, sunnatiga yo'lida halolga o'tib beriladi. Telefon raqami ayting aka. 95lik 060 41 31. Akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa avtomashina Buxoro shahrida yurgan mashina, yurish-turishda muammo yo'q deyildi. 3,5 ming, menimcha 3,5 ming bahoga uncha-muncha Matizlardan ko'ra ancha yaxshi narsa, chunki bagaji bor, yo'lda qoldirmaydi. Tomga bagajni qo'yib olib, orqaga preset ulab tekshirganda bilsangiz ham bo'ladigan mashina. Aka savdo o'z bersin. Sog' bo'ling. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Vaz 21 haqida aytganda desiyatka deydi. Asfalt rangda. Buncha JR avtomashinasi yo'q bo'lgan narsa. Kapotlar. Amortizatorlar qo'yilgan, o'zi ochiladi. Qanaqadir nimada ko'tarib qo'yib, tirgak qo'yish shart emas. O'zini zavodga 1.6 motorda avtomashina signalizatsiya qo'yilgan, akkumulyatorlar Delcor yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan. Yurish-turishda muammosi yo'q. Mashina benzinda harakatlangan. Faralargacha qoraytirib qo'yilgan, mashinani umuman kamchiligi, xarajati yo'q. Agar metandan o'chirib turmayman desangiz, mana benzinda olib yuring, harakatlaning. 2006 yili balonlari ham yaxshi holatda, mana yangi balonlar bosib qo'yganlarga, pоворotlargacha black piano fasonda qilib qo'yilgan. Qoraytirib, eshiklari ochilganda avarinkalar ishlaydi, ogohlantirib. Monitorlar qo'yilgan. Xo'sh, sidena chiqonlari bor, poliglari bor, subwooferlar, hamma narsalar qo'yganlarga yurishda muammosi yo'q. 2006-yil avtomashina uchun menimcha anchagina qulayliklariga ega. Orqa salonlari ham shu. Old oynalar knopkada ko'tariladi, orqa tonirovkalar qilib qo'yilgan, orqa oynalari qo'lda ruchnoy ko'tariladi. Aytib o'tganimizdek, avtomashina benzinda. To'laqonli benzinda harakatlangan, gaz umuman ko'rmagan. Rasmotini aytishlari bo'yicha 6,5 bosishingizga, haydashingizga qarab 7 litr atrofida deb aytdilar. Yurishida muammosi yo'q. Zapaska balonimiz bormi aka? Bor. Zapaska balonlari ham bor. Balon gulish zamkiratlari o'z o'rnida turibdi, mana chetda. Orqa qozonlari yaxshi. Udar, shpaklov yegan joylar yo'q-a? Yurishida muammo yo'q. Motor, korobka, hadovalar ishi yo'q. Mashina yoqiladi. Hamyonga qarab benzin quyiladi, ketiladi. Narxini qancha dedingiz? 2800. Yiliga moslab, yili 2006 ga 2600 ga bitadimi bu? Bitirsak bo'ladi, 2600 ga. Telefon raqami ayting. 88lik 88lik 867 92 22. Akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa mana 2600 ga. Sassayinsi og'irroq bo'lgan Matiz'ni puliga menimcha yaxshigina Lada avtomashinasi, Ladani 21 markasidan olishingiz mumkin. Buncha yo'lda qoldirmaydi, Ladalarni haydagan odam biladi buni qadrini. Aka savdo o'z bersin. Sog' bo'ling. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Rossiyaning ancha olg'ir avtomashinalardan O'zbekistonda ham, o'zbek ham xalqaro orasida ham ancha hurmat qozongan avtomashina Lada Priora. Avtomashina sakka diskalar qo'yilgan, sportivniy diskalar, balonlar yaxshi holatda, yana uyda ham balon bor deyiladi. Qo'shib beramiz dedilar. Yurish-turishda muammo yo'q.
O'zini o'sha sportivniy tarixiy afsonaviy Brawl taqdirlarida avtomashina metallari bor, ABSlari bor, zavodskiy mana olib qo'yishingiz mumkin. ABSlari bor, ABS tormozlari, akkumulyatorlari yaxshi holatda, antifrizda avtomashina harakatlangan. Polni sportivniy qilib terib qo'yilgan, yurishda umuman muammosi yo'q, sportivniy avtomashina. Shumkalari 100% shumka qilib qo'yilgan, 4 eshiklari tomdan tashqari. Old oynalar knopkada avtomashinani, sizlarning chixonlari koja, magnitofonlar qo'yilgan, orqa oynalar tonirovkada. Avtomashina orqalar tonirovka qilib qo'yilgan. Sizlarning chixonlari o'z o'rnida, yurish-turishda muammosi yo'q deyildi. Subwoofer orqada mana sizlar uchun metallari bor. Ikkita 3 litr qo'yilgan. Ikkita 4 kanal 3 litr qo'yilgan. Kolonkalarda yurish-turishda muammosi yo'q. Xudo xolasa oladigan odam kelib ko'rsa agar mana zapaska balonlari o'z o'rnida turibdi, orqa hozirlari ham yaxshi holatda. Udar kaltak ulangan, shpaklyovka yegan joylari yo'q, yurish-turishda muammo yo'q. Mashinani narxini 4.500-4800 atrofida hozirgi kunda bozorda baholanayotgan bo'lsa agar bunaqa sostoyaniya mashinalardan akamiz 4000 deb aytdilar, faqat bitta sharti bilan nomiga o'tkazib olish sharti bilan 4000 aytilishi. Yana bu yo'g'iga xudo xolasa kelishib savdosini qilib barakasiga olishlar mumkin. Aka telefon raqami aytasizmi? Telefon raqami aytasizmi? 90lik 084 20-25. Avtomashinalar endi hozir yo'q ko'rsatishimiz mumkin edi, lekin qancha jamoat joyida tartibsizlik bo'lmasin. Endi buni olmoqchi bo'lgan odam kelib, ko'rib, haydab ko'rsin, o'shanda biladi buni qanaqa ahvolda ekanligini, qanaqangi plyuslari borligini. Tovuklari terib qo'yilgan, polni stage programmalari hamma narsasi qilib qo'yilgan, yurishda muammosi yo'q. Haqiqiy sport kar mashina. Savdolaringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Ikkinchi yilda ishlab chiqarilgan Lada Kalina avtomashinasi. Bu Svetda. Udan kaltagan, ulangan joylari yo'q-a? Xudo xolasa ozgina bor. Strategiya emas, bunaqa jiddiy emas, ha. Xo'sh, o'zini zavodskiy motorlarda dinam statorlargacha yangi qo'yildi bular. Yangi qo'yilganda akkumulyatorlar uchun yangi. Bir oy bo'ldi hali. Propanlari bor, 1 oy bo'ldi. Antifriz manimcha. Antifriz 100% antifriz harakatlanadi. Blo'rga e'tibor bermaylar, blo'rga xudo xolasa qonunlar bo'yicha tozaladigan qilib yangicha fasonda qilib qo'yilgan, yangi texnologiya. Yurish-turishda muammo yo'q. Oldi oynalar mana. O'zi Elon Musk bizlardan idea olganda. Elon Musk o'zbeklardan faqat. Hammasini o'zbekdan o'g'irlagan. Prosta ularda pul ko'pda, mashg'ullik kelish oson bo'ladi. Farqi soch borligida-da. Ha, ana sochi borligida. Sizning chixonlari bor. Pol linoleum qilib qo'yilgan, polga tashalgan, avtomashina yurishda muammo yo'q deyildi. Shu olgandan keyin xohlasangiz o'zingizga lab o'ynar, almashtirib olasiz, tak. Manimcha bor odam kerak. O'rnam yo'q. Pravas bor odam bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa nomiga o'tkazib olib, harakatlanib yuradi. Orqa oynalar tonirovka qilib qo'yilmagan, ko'chani ko'rish uchun qorong'ulik, zulmat kerak emas degan ma'noda. Shubhali yurmaydi. Sizlarning chixonlari yaxshi holatda turibdi, shubhali kerak emas deyildi. Avtomashinaning narxi 45 million, bonusiga preselni ham qo'shib beraman dedilar aka. Mendan padarka. Presel, padarka. Necha tonnali bu? Necha tonna ko'taradi? 1,5 tonnalik. Ha, lekin balonli variantida. Preselning dokumenti o'z o'rnida bor. Mashinaning dokumenti bor. Bor, hamma narsasi bor. Propan dedingiz-a? Propan. Mayli, uni gap tozalik bo'ladi. Asosiy balon. 42 talik. 40 talik propan balonlari, orqa qozonlari yaxshi holatda. Qancha yuryapti ana shu? O'nta gazda. Yo'q, qo'lni hisoblab ko'rmadim men. Men o'zim to'ylarga chiqardim, to'yga borib keladigan odamlar. Qurollar bor odam bo'lsa bo'ldi, holi qayda yuradi, xohlagan joyga boraveradi. Balonlarda start diskalar qo'yilgan mana aka. Start bo'lmayman. Start diskasi qo'yilgan. Avtomashina yurishda bor, oyoq oyoqlari bor. Orqa mana turishlar mumkin. Toza mol qo'y yuklanmagan. Faqat toza narsa yuklangan. Apparatura. Sabot qo'yilgan yaxshi kunlarga. Baraka beradigan mashina bu, pul topadigan. Qo'y mol toshilmagan. Yo'q. Mana bu ko'rmagan. Preset toza. Raqqasi ham ko'rmagan. Ha, raqqasi ham ko'rmagan deyaptilar. 45 million deyapti. Kelishtirib beraman.
kelishtirib berasiz. Qayerda mashinasi? Olat. Olotdan keldi, shuncha joyga, xudo xolasa. Oladiganlar bo'lsa agar Olot tumanidanmi, boshqa viloyatdanmi, O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lsa, kelishilsa aka dastavka qilib yetib beradilar mashinani. Telefon raqami aytasizmi? 94lik 94lik 323 68 68 33. 33. Akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, ko'ngildan o'tib chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Savdosi bo'ldimi? Hech kimga bermadingiz. 35 so'radi, bermadi. 40 millionga bitadimi? 40 millionga presev hammasi bilan bitadi. Bo'ldi. Akaga aloqaga chiqinglar, 40 millionga mashina bor o'ziga presev. Sog' bo'ling aka, savdo salomat. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito avtomashinasi. Mercedes-Benz kompaniyasi mana emblemasi o'zidan nomidan ma'lum. Havoda, suvda va quruqlikda barcha yo'nalishlarda texnik ishlab chiqarilgan avtomashina. Quruqlikda ham, dengizda ham, havoda ham tengsiz degan avtomashina. Salarkan motorda avtomashinamiz. Xo'p, metan, propan hech nima ko'rmagan, yurish-turishda muammo yo'q deyildi. Ulangan, shilingan, chizilgan joylar yo'q. Ikkita joylarda misol qirilgani uchun o'zlari chiroyli qilib qo'yganlar. Diabetni rangda, qizil rangda 421 nomerlarda avtomashina yurish-turishda muammo yo'q. Holatda ancha yaxshi holatda. Balonlari ham yaxshi, balonlar taqib qo'ygan. Qancha? 5 kun. Ulardan probeg barcha so'rash, chunki Germaniyaning mashinasi, nemis mashinalari motorlari million probegli qilib chiqaradi ular. 1 million probeggacha motorlarda hech nima bo'lmaydi. Avtomashinani oynalari knopkada elektronni, faqatgina mexanika korobkada monitorlar qo'yilgan, yurish-turishda muammo yo'q. Zinalari mana ancha yaxshi holatda, chiqolari bor. Yurishda muammo yo'q mashinani. Mercedes emblemasi, Mercedes-Benz kompaniyasining ishlab chiqargan barcha turdagi avtomashinalari xalqni, haydovchini, barcha inson omili birinchi o'rinda turadi. Ularda inson xavfsizligi birinchi o'rinda turadigan kompaniya hisoblanadi. Balonlari 4 ta yangi balon imkoni bormi qo'shib berishga? Shakariskalar ham bor o'zini. Radnoy zavodskiy shakariskalari. Ularni ham qo'shib berasiz. Bo'ldi, ular ham qo'shib beriladi. Avtomashina mana pol passajirni orqasi mana xuddi orqasi mana menimcha bitta labo bilan baravar joyni oladi. Bemalol. Menimcha bir do'kon, savdoda ishlaydigan odamlar o'zini tovarlarini olib yuklab, u yo'lga oilaviy biron joyga ketadigan bo'lsa ham, oilaviy bir dam olishga biron joyga bo'ladigan odamlarga yaxshi variant, chunki 5 kishilik salon, yuklar, shaxsiy buyumlarni qo'yish uchun anchagina keng orqa bagaj. Yana bitta qulayligi, san'atkor, san'at xalqiga yaxshi narsa. Mana bu yoqda bemalol o'zlarining kolonka apparatlarini bemalol yuklab, instrumentlar yuklab, to'y xizmatlarga borishlari mumkin. Orqa bagajni yopgan esa mana video registratorlari bor, zadniy kameralari. Mana bu yoqda xudo xolasa olsangiz o'zingizni guruhingizni reklamasini nima, orqa mana yon tomonlarda guruh reklamalarini yopishtirib qo'yib, xalqqa xizmatda yurishingiz mumkin. 421 nomerlarda xohlasangiz orqaga presep olib, presep ulab yurishingiz uchun farqoblari bor. O'z o'rnida yuk tashishga ham, uzoq yo'lga chiqishga ham ancha yaxshi mashina. Salonni bitta olib qo'yaylik. Pastini bir qarich kelsa, salonlari ancha yaxshi holatda mana. Orqa salonlari polli koja qilib qo'yilgan, orqada ikkita kolonka, Kenwood kolonkalar qo'yib qo'yilgan, yo'q Pioneer'mika, Kenwood o'xshayapti. Poliglari qilib qo'yilgan, yaxshi holatda. Orqada 3 kishi o'tiradi, oldinda 1 kishi va haydovchi. 5 kishi uchun ancha qulay mashina. Yurishida muammo yo'q dedilar. Akamiz narxini 6,5 ming aytadilar. 6,5 mingdan yana kelishtirib o'tib beraman dedilar. Yaxshi bir dilga yaqin inson bo'lsa agar olib haydasin, tirikchiligini qilsa, ro'zg'ori uchun mos. Rasxodi qancha akamiz? 6-7 ta yo'q ekan. 6-7 litr 6-7 litr atrofida rasxodi bor. Trassaga chiqsam ancha 5 litrga tushsa kerak bu narsa. Qolsa almashmaydi, bir xilda rasxod kamayadi. Xarajat qiladigan joylari bormi? Motor, korobka, yangi motor. Motor yangi qo'yilgan, dokumentda muammo yo'q. General ketadimi? General daviyangiz bitadi, o'zlarining nomlarida. O'zlarining nomlarida 6,5 ming. Aka bozorda 5200, 5400 atrofida narx chiqyaptilar, menimcha bermadilar shu 6 dan kelishmaydi, yo'q kelishlar yana 6100, 6200 atrofida. Menimcha bu pulga
Endi yiliga qaramasangiz, chunki bular yili muhim emas, bularning sostoyaniyasi muhim. Yiliga qaramasangiz, uncha laboladan ko'ra ancha ishni qilib qo'yadi. Keyin bo'lib 5 kishilik bu. Olib mazza qilib yeyishingiz mumkin. Telefon raqami ayting. 99lik 701 16 29. Akaga aloqa chiqinglar, mashina qayerdansiz? Olotda mashinasi, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, O'zbekistonda istalgan nuqtasiga kelishib qolsanglar, xudo xolasa dastavka ham qilib borib beradilar mashinani. Aka, savdo o'zi bersin. Sog' 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili birinchi pozitsiyada. Avtomashinani faralari mana 12 yil bo'lsa ham hali bir marta qaralashib, bunaqa ichini parlanib qolmagan. Zavodskoy o'zini o'sha katta motor 1.25 motorlarda ABS'lari bor. Avtomashina 3-pokoleniya propan gazlari o'rnatib qo'yilgan. Mana akkumulyatorlar yaxshi holatda, yurish-turishda muammosi yo'q. Dvorniklargacha Lexus dizayndagi dvorniklar qilib qo'yilgan. Lexus 8-skilardan qo'yib qo'yilgan, archa yaxshi balonlarda taqib qo'yilgan. Kraskasi faqat mana shu oldi kriloda va orqa kriloda kraskasi bor deyildi. Shumgalari yo'q. Tomga shoxlari qo'yib qo'yilgan. Avtomashina birinchi pozitsiyada, oynalari mestorovka holatda, mexanichisiga, zina chiqollari bor, poliklari bor, linoleum tashalgan. Rullari chiqolata qo'yilgan, video registratorlari o'z o'rnida bor, hamma narsasi yaxshi holatda, yurish-turishda muammo yo'q deyildi. Orqa bagajlarni ko'rishingiz mumkin. Shu kecha kunduzda metanda ochilib turib, navbatda turib, soatlab uyga bormasdan nima qilish bilmagandan ko'ra mana propanni qo'ying, zapravkani qiling, haydang keting. Propan balonlari mana tabletka balonlar ko'p qo'yilgan. Yurish-turishda muammo yo'q deyildi. Narxini 4800 dedilar aka. Xudo xolasa yo'lida qilib kelishtirib o'tib beraman dedilar. Telefon raqamlari 91lik 411 95 57 raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin. Birinchi pozitsiya emas, mana yangicha dizayndagi o'sha hozirgi kunda ancha injiq bo'lmagan, uncha-muncha buzilmaydigan, o'zbekimda yaxshi o'sha faralari qo'yilgan, o'zini zavodskiy faralarida. Mana shu orqa kriloda kraskangizda, bitta mana shundan oldi kriloda kraska, ichiga o'tmagan, xudo xolasa toza avtomashina, mana bunaqa nikellari qo'yilgan, shoxlar qo'yib qo'yilgan. Avtomashina yaxshi holatda 4800 manimcha akaga aloqaga chiqib, shu 4.5 atrofida kelishingiz mumkin. 4.5 dan balki tushirasiz. U yog'ini endi o'zingizga bog'liq, dilkash odam bo'lsa 4.5 dan tushib o'tib beradilar. Ancha yaxshi mashina yiliga nisbatan. Aka aytayotdi, buncha yaxshi taraflaringiz, shuncha yaxshi mashina bor ekan, nimaga sotaman? Endi bir yaxshiroq odam olib minsin deymiz-da. Akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Olinglar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi oq rangda birinchi pozitsiya. Oldi abrisovkalari Captiva dizayndagi abrisovkalar qo'yib qo'yilgan, yangicha dizayndagi bamperlarda. Generalga bitadan aka? Bitadi. Generalga bitadi. Eng muhimi bugun kunda bitta mashinani puliga farqini qilgandan ko'ra ekonomik o'sha bir motorda avtomashina metan qo'yilgan, delta akkumulyatorda. ABS bormi bularda? ABS bor. Konditsioner bor. ABS, konditsioner, gidravlika hamma narsasi bor. Avtomashinani mana shu kriloda va orqa kriloda kraskasi bor deyildi. 4 ta eshik to'liq 100% shumka qilingan. Bakovoy oynalarda mana bunaqangi slipoy zonalargacha qo'yib qo'yilgan. Yurishda muammosi yo'q. Salonlarni olishingiz mumkin. Avtomashinani polni bir motor bo'lgani bilan ikkinchi pozitsiya oynalar elektronik knopkada. Malibu mana bunaqangi Merc dizayndagi barlar, yangicha multirullar qo'yilgan, monitor qo'yilmoqchi, monitor qo'yilmagani? Yo'q, qo'yib qo'yilganmi? Qo'yilmagan. Pulti bor lekin. Pulti bor. Zadniy kamerachi? Bor. Zadniy kameralari ham bor. Avtomashinaning gidravliklargacha qo'yilgan, nikellar qo'yib, chiroyli qilib qo'yilgan. Balonlari yaxshi holatda, mashinani ancha-muncha yuraveradi. Mana bunaqangi Merc dizayndagi pisochli faralar qo'yilgan. Orqa avtomashinada bagaj tashamiz, metan balon bor-a? Bo'l. Metan ruxsatlari bor. Metan ruxsati bor, tonirovkalari. Xudo xolasa mana kelayotgan mana yangilik bo'ldi. Mana 1-may oyidan tonirovkalarni birraklar. Mana so'lash kontrolni bir baravar miqdor 402 bitim to'lov qilib, oldi oynani ham tonirovka qilib, mazza qilib yuradigan avtomashina. Yoz oylarida bemalol yurasiz. Rullari zo'r, nikellari, hamma chiqol, barlari, hammasi qilib qo'yilgan. Yurishda muammosi yo'q. Narxini 4.5 ming dedingizmi aka? 4.5 ming aytyaptilar. 3800, 3900 ga klientga berilmadi. Yurishda muammo yo'q mashinani. Xudo xolasa
Oling, baraka qilib mininglar. 4100 lar atrofida bitib qolsa kerak. Sizda obunachilaringiz keladigan bo'lsa agar shunaqa qilib beramiz. Shu atrofda bitadi, xudo xolasa. Telefon nomeringiz 91 923 nechingiz u yog'ini? 88 98. Akaga aloqaga chiqinglar, mashinani ancha tiniq holatda, xudo xolasa kelgan paytda ko'rsanglar mashinani yana qo'shimcha jihozlari ham bor. Ya'ni sizlar uchun bonusiga papayda signallari, pultlari, hamma narsalari hech nima yechib olib qo'yilmaydi. Qanday holatda bo'lsa, xuddi shu holatda beriladi. Aka, savdoingiz bersin, sog' bo'ling. 2025-yil dekabr oyida avtosalonga olib chiqilgan kuzov 26 bo'lib chiqqan Damas avtomashinasi O'zbekimning pul topar, tirikchilikka bob, ro'zg'or bob, oila parvar mashinasi 663 nomerlarda general davernis qilib beramiz dedilar aka. Avtomashina polni hamma xarajatlarni qilib qo'ygan. Olasiz, yo'qlig'ini qo'yib haydaysiz, tamom. 4 ta 13 razmerdagi, 13 razmerdagi diska balonlarigacha qo'yib qo'yilgan, espero kalpaklari qo'yib qo'yilgan. Mana bu yoqda paroglari yangicha dizaynda paroglar qo'yib qo'yilgan. Odam ko'taradi. Nazil akam kiloni emas, 50-60 bemalol 150 kilogacha ikkita odamni ko'tarishi mumkin, chiqishingiz mumkin, sinab ko'rishga. Metrovilar qo'yilgan, yomg'irga oynani ozgina ochib qo'yib harakatlanish uchun yaxshi holatda. Rullargacha chexol qilingan, sizning chexollari bor. Polik linoleumdan qilingan, polik tashalgan, bar qo'yilgan avtomashinani mana bunaqangi yangicha dizayndagi anaqa Broadway oynalardan qo'yilgan. Mashinani umuman xarajati yo'q. Metan gazlarigacha hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Kelasiz, pulni sanab olasiz, baraka qilib, notariusda pulni sanaysiz, general davernis xohlasangiz. Otomobil o'tkazib olaman, o'zimning shaxsiy mashinam bo'lsa, o'zim nomimda bo'lsin desiz agar, general davernis emas, onlayn davernis xohlasangiz, nomingizni o'tkazib olishingiz mumkin. Orqa salonlari ham yaxshi holatda. Sizlarni bu suyanadigan joyi bormi ish qilib? Mana Sizlarniga bor. Uyda turibdimi? Zapaskasini ham beramiz. Zapaska baloni ham bor. Zapaska 12 mingmi-ku? Ha, 13 berasiz endi. Pulni bitsan, 13 bitta diska balon ham qo'shib berasiz. Bo'ldi. Akamiz narxini 8000 dollar aytyaptilar, xudo xolasa kelishib qo'lga bitadigan, tegadigan tek 100 millionga baraka qilib olishlaringiz mumkin. Undan oyog'iga boshqa o'tiladigan joy yo'q dedilar. Telefon raqamini kelib yozib olaylik ham bu yoqda. Mana 91 raqam bilan mana shu nomerga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 492 03 raqamga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa mazza qilib olib haydaydigan avtomashina. Pulti yo'q-a? Pulti bor. Pulti ham bor. Mejigar pullar bilan beramiz. Mejigar pult hamma narsasi bor. 100 millionga bundan ortiq nima qilish mumkin? Mashinani o'zini olgan narxlari o'zi 96 million atrofida bo'lsa, endi hisoblab ko'ring. Parok, gaz, balon, diskalar, chexollar, polik, linoleum hamma narsasi bor. 14-15 million xarajat qilingan, lekin zararga berilyapti. Nima uchun bilmadim. Mayli. Odamga barakasini bersan, xayrli qilsin. Aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. 2024-yil ishlab chiqarilgan yana bir Damas avtomashinasi mana bugun chiqqan 252 nomerda general davernisga bitadi, xudo xolasa 2024 o'zini 12 razmerdagi diskalari 4 ta miyavka balon bosib qo'yilgan. 100% shubga qilingan, eshiklari hamma joyi. Avtomashinani kelib yo'qdan salonni olishingiz mumkin. Sizning chexollari bor, bar bor, polik bor, linoleum bor, eshik, apshifkalar, polni hamma joyi apshifkalarigacha koja qilib chiqilgan, qirilmaydi, chizilmaydi. Eshik stoykalarigacha mana polni qilingan, patologlarigacha koja qilib qo'yilgan. Orqa oynalari o'zini zavodga tonirovkalarda yurishida muammo yo'q. Yopilishini qarang, shumkadan keyin ancha yopilishlari tiniq holatda. 252 aytib o'tganimizdek nomerlarda general davernisda bitadi hammasi. Avtomashinani zapaska balon diskalargacha bor, qo'shib beriladi, olib qo'yilmaydi. Linoleumlari bor. Yangi mashina. Narxini 7,5 ming aytyaptilar. 2024. Menimcha hali endi bo'lgan bo'lsa 1 yillik mashina 38 ming probeg, 33 ming shu atrofda. 33 ming, 38 ming, 38 ming probegda sender zamon qo'yilgan pulti bor. Pult eshigi ochib yopadi. Menimcha Damasga endi pult qo'yilgan bo'lsa bu ancha katta narsa, chunki kerakli narsa. Bagaj yopilishlari ham bittada yopiladi. 7,5 ming narx aytibdi-da, xudo xolasa bozor necha pul qildi? 6800, 6,5 atrofida bo'ldimi? Shu atrof bo'ldi. 7 atrofida kelishadi bo'lmasa, 7, 7100, shu atrof 7200 dagi 7100 ga bitadimi? Narx keladi, sanayman 7100 ana desa.
Bu yo'q ham kelishadi, xudo xolasa akaga aloqaga chiqinglar. 94 lik dedingiz-a? 830 00 52. Akaga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib kelishinglar. Ham bu yoqda ham bunaqangi stol faralar ham qo'yib qo'yilgan. Bu yaxshi narsaga tuman payti yonadi, ancha tumanlik vazifasini bajaradi. Akaga aloqaga chiqinglar, barakasiga, xayr barakasi xudo xolasa chiroyli qilib o'tib beramiz. Savdoingiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2024-yilda ishlab chiqarilgan o'zimizning shaharning ichida ancha qulaygina bo'lgan Gentra, Cobalt, Nexus'lardan ko'ra ancha aqlli ishlab chiqarilgan mashina. Endi to'g'ri shahar ichida yaxshi, ancha ekonom mashina. 12 avtomashinasi qora rangda 24-25, kuzov 25. Motorlari ABS, konser, hamma narsa bor. Hamma qulayliklari bor. Avtomashinani motorlarda ishi yo'q, bor yo'g'i 28 ming kilometr yurgan mashina deyildi. Kraskalari 100 pul toza deyildi. O'zini sakadiskalarda qo'shish mumkin. Sakadiskalarda 4 ta yumshoq. Yaxshi balolar taqib qo'yilgan. Avtomashina avtomat korobka LTZ pozitsiyasida, lyuksiz avtomat korobka, monitorlari o'z o'rnida, обогревателlar hammasi bor, rullari chiqib tushadi tepaga, polni elektron oynalar, orqa oynalari tonirovkada, orqa salonlari ham yaxshi. Xullas, yangi mashina. Hatto metan, propan hech nima ko'rmagan. Benzinli avtomashina. 28 ming kilometr aytib o'tganimizda yurgan kilometri. Akamiz mashinani 12700 deb narx aytyaptilar. Yana kelishadigan joyi bor. Telefon raqam 97 kodi bilan 303 18 18. Akaning yana bitta mashinalari mana Nexia 3 2019-yilda ishlab chiqarilgan bunisi. Oq mexanika pozitsiyada, avtomat korobkani sakadiskalar qo'yib qo'yilgan. Salonni olishingiz mumkin. Mexanika pozitsiyada. Endi sidena chiqonlarni endi olgan odam o'ziga moslab yana yangilab olishi mumkin. Monitorlari qo'yilgan. Avtomashina ancha qulayliklarga ega. Kraskalari bu ham toza mashina deyildi. Yurish-turishda muammosi yo'q. Bitta ham bunaqa tosh uchgan, kraskalar uchgan joylari bor, lekin kraska tegmagan. Mashina metanda. Knopkalar, xrom knopkalar qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, pechalargacha xrom qilingan. Monitorlari bor. 100 mingdan sal oshiqroq kilometr yurgan. Avtomashina mana O'zbekistonning o'zini sadoqatli yoqilg'isi metan. Metanda avtomashina yurishlarda umuman muammosi yo'q deyildi. Zapaska balonlari o'z o'rnida, balon surish damkratlari, hozirlar toza. Avtomashina kraska ko'rmagan, toza variantda. Kelishilsa general daviniz ham beriladi. Onlayn davinizda qanaqa hujjat desalar hammasi bitadi. Buni narxini akamiz 6,5 ming narx aytyaptilar. Yana kelishilib sunnatiga o'tib beriladi. 2019 100 mingdan oshiqroq yurgan, kraskasi toza. 6,5 ming menimcha uncha-muncha hozir Nexia 2 bir yaxshi sosteniyadagi Nexia 2 dan olaman desangiz ham shukun, lekin 1,9 million. 2025-yilda ishlab chiqargan Cobalt o'zimizning chapani mashinalar. Bitta kambag'al olsa agar umrini oxirigacha yetadigan mashina, qaritadigan mashina. Avtomashina italyanskiy propan. 4-pokoleniyadagi propan gazlari uстановка qilingan, ABS'lari bor, konditsionerlari bor, hammasi o'z o'rnida. Bizning o'sha ekonomishni Stage 3 16 klapanli V-obrazli 1.5 motorlarda avtomashina. Qora rangda kraskalar toza, 2025 hali hech qancha bo'lmagan. Sakadiskada 4 ta balonlar yangi, qora rangda. O'zida zira chiqollari, chiqol qilinmagan, o'zida chiqollari olgan odam xudo xolasa o'ziga moslab chiqol qiladi. Polik rezina tashab qo'yilgan, xudo xolasa o'zlaringizga moslab chiqol qilishingiz mumkin. Avtomashina orqa oynalari tonirovka qilib qo'yilgan. Mashinani yurish-turishda muammosi yo'q. Bor yo'q 8,5 ming kilometr yurgan. Bagajda qo'yish mumkin mana. Zapaska balonlari, balon turish damkratlari ham bor. Avtomashinani tabletga 48 litrlik propan balonlari qo'yilgan. Metanni o'chirib turmaysiz, 24 ga yetdi. Xohlagan zapravkangizdan propanni qo'yib ketaverasiz. Propan narxi hozirgi kunda zapravkalarda 7 ming, 6,5 ming shu atrofda, 7,5 ming atrofida. Har holda o'chirib turishdan ko'ra yaxshi variant. Aktani ham yuqori benzindan ko'ra shaqarlagan ovozlar chiqmaydi. Avtomashinaning yurishida muammo yo'q. Narxini 13 ming aytyaptilar. Telefon raqam
97lik 303 18 18 raqamga aloqaga chiqsanglar, aka, xudo xolasa yo'lda qilib chiroyli qilib kelishsak beradilar. Avtomashinani 13 ming narx aytilyapti. Yana barakasiga xudo xolasa sunnatiga o'tib beriladi. Sog' bo'ling.